hamma tomoni birorta so'zi ortiqcha emas, hamma tomoni demak bu kitob o'sha shifoga sabab bo'ladigan kitob. Erkak kishi oxirigacha mana shu o'zini ichidagi muammosini gapirmaydi. O'zi hal qilishlikka harakat qiladi. Eng so'nggi chora sifatidagina ayoliga nimadir muammosini aytishlik. Ya'ni bu erkaklarni ham ayollarning yaratilishdagi farqlar. Hech qachon qars bir qo'ldan chiqmaydi-da. Albatta. Ikkala tomonga bu qanchalik erkaklarga va ayollarga birdek zarur bo'lgan narsa. Juda go'zal tandem bo'lganda, qarang mana ayollarga ham alohida o'qib chiqqan odam va erkaklar ayollar mavzusini o'qisa borku, voh deydi. Domla to'g'ri aytyapti, meni xotinim xuddi shunday kutib oladi deb turib nolimasligi uchun kitob aynan shunday yozilgan. Ikki kishiga, ikkala tomonga barobar nasihat qilib ketadi. Endi to'g'ri noto'g'ri biz nima qilmaymiz, lekin real hayotda shunaqa. To'ydan oldin hammasi zo'r, oila qurgandan keyin boshlanadi hamma narsa. O'sha olimlar 21-asr vabosi psixologik kasalliklar deganda, stress va depressiya. Mana shuni oldini oladigan narsa bu jamoaviylik, individualizm, bu haligi pop kultura deydi-ku, massaviy kulturachilarning targ'iboti. Ya'ni yakka shaxs bo'lib yashash bandasiga emas-da, yolg'iz. Fidokorlikni javobini siz bevosita eringizdan kutmang degan joylar ham bor-da. Batafsil o'qib olinglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi suhbatimizda sizlarni ko'rishganimizdan xursandmiz. Bugungi mehmonimiz yana Saidabroq domla. Suhbatlarimiz juda ham qizg'in ketyapti, ayniqsa oila masalasidagi. Domla xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Er-xotinga nasihat kitobining yaqin taqdimoti bo'ldi. Qanaqa bo'ldi? Taassurotlar haqida ikki og'iz aytib bering. Xo'p, taqdimot birga qatnashdik. Yaxshi o'tdi taqdimot. Umumiy meni xursand qilgan ikkita narsa bo'ldi. Birinchisi bu kitob taqdimotiga joy qolmadi. Ha. Kitob taqdimotida ko'rdik o'sha kuni erkaklar taraf ham juda to'la zich va ayollar tomonidan ham. Masalan, ba'zilarda yo erkaklar yo ayollar ko'p bo'ladi. Eng qizig'i bularni birortasi majburan kelmagan yoki taklif qilinganlari juda kam. Asosan o'zini ixtiyori bilan kelganda. Demak, xalqimiz orasida yana u kitobxonlarda 80% yoshlar edi. To'g'ri. Yoshlarimiz orasida biz ko'p ma'lumot qiladigan Z avlodning orasida kitob o'qiydiganlar ko'p ekan. Juda xursand bo'ldim men shu narsadan. Eng qizig'ini aytaman, alohida e'lon qilinmadi. Biz iltimos qildik, bizga masalan aytinglar, biz ijtimoiy tarmoqlarimizda o'zimizni kuzatuvchilarimizga aytaylik. Bizni kuzatuvchilarimiz ham qatnashsa o'sha joyda aytganimizda joy haliganu kam va biz hammaga ommatan e'lon bera olmaymiz. Taqdimotni kelinglar deb ayta olmaymiz. Shunda ham zal to'la bo'ldi haqiqatan. Juda. Ikkinchisi, bunaqa taqdimotlarda odatda nima deydi? Blogerlar, vaynerlar taklif qilinadi. Ko'p joyda ko'rganman. Taqdimot, qanaqa taqdimot bo'lsa ham. Lekin kitob taqdimotida mana shunaqalarni bo'lmaganligi bu yaxshi. Ya'ni buni o'rniga ziyoli ijtimoiy tarmoqda faol bo'lgan ziyolilarni taklif qilishganini men juda ham xursand bo'ldim. Chunki vayner yoki bloger chiqib bitta kitobni taqdim qilsa, odamlar uni ham hazil deb qabul qilishadi. Nima? Miya shunday qabul qiladi-da, bu psixologik nuqtai nazardan. Ammo siz yoki o'sha kitob bilan yoki ilmiy so'zlar bilan yoki inson ruhiyatiga va psixologiyasiga tegishli gaplar bilan, so'zlar bilan faoliyat yuritadiganlar borsa, odamlar yoki aytsa chiqib, u boshqacha qabul qilishadi. Jiddiy ta'sir bo'ladi. Shu nuqtai nazardan taqdimotni kitobda o'qib chiqqanman. Endi u yerda kitob haqida gapirdik. Ancha siz gapirdingiz, mana boshlab keyin biz gapirdik. Kitob haqida so'zlardan tashqari umumiy kitobga qiziqishni o'sha ikkita kolorit yaqinlashgani meni xursand qildi. Zo'r. Domla keling, bevosita kitobni o'ziga to'xtalib o'taylik. Kitobning muallifi Hasson Shamsiy podshoh hazratlari. Bu kishi haqida nima deb ayta olasiz? Hasson Shamsiy podshohning hayoti haqida birozgina qiziqdim. Men buni ismidan o'qib turk bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Birinchi marta. Keyin bilsam u inson arab ekan. O'sha o'zi demak hayoti davomidagi juda ko'p tajribalarni, shu narsalarni yig'ib, oilaviy kuzatuvlar natijasida oilaga va farzand tarbiyasiga, faqat farzand tarbiyasi emas,
er xotin, ota-ona, aka-uka, opa-singil, qarindoshlar, farzand tarbiyasi, alohida qiz farzand, alohida o'g'il farzand haqida kitoblar yozgan juda ham taniqli arab olimlaridan, adashmasam Jiddada yashaydi. Chunki kitobida ham oxirida yozib bo'lgan yili sanasi Jidda deb yozib qo'yibdi. Shu tomondan zamonaviy arab yozuvchilaridan, ma'rifatparvarlaridan, ziyo targ'ibotchilaridan. O'zingiz ham bir fikringizni aytsangiz. Kitobda bevosita o'zi aytgan, faoliyatim davomida 20 mingdan ortiq mojaroli oilalar bilan ishlaganman deydi-da. Bu juda ham katta raqamlar. Ya'ni 20 mingta odam bilan oila bilan ishlagan bo'lsa, bu 40 mingta odam degani-da. Kamida 40 mingta shaxs. Farzandlar bilan qo'shsangiz ancha. Endi menda shunaqangi fikr bo'ladi, ya'ni 40 mingta inson bilan agar ishlagan bo'lsa, 20 mingta oila. Yaxshi er qanday bo'lishini ham biladi, yomon er qanday bo'lishligini ham biladi, yaxshi xotin, yomon xotin. Ya'ni mana shu o'zini xulosalaridan kelib chiqib bergan tavsiyalari er xotinga nasihat. Biz aytganimizdek boshqa kitoblar ham bor, ammo mana shu aynan kitob juda ko'pchilikka foydali bo'ladi deb o'ylayman, xudo xolasa. Kitobning taqdimoti bo'lgan vaqtda kitob haqida juda ham yaxshi fikrlarni aytib o'tdingiz, ammo o'tda vaqt biroz chegaralanganligi uchun bu yerda yana shu haqida to'xtalib o'tsak, qaysi joylari insonlarga foydali deb o'ylaysiz? Ayniqsa bugungi kunda o'tgan yili 70 mingta odam ajrashishga ariza topshirgan. Bu juda ham qo'rqinchli deb o'ylayman shaxsan men uchun. Juda ham. Nima qilsak o'zgarish bo'ladi yaxshi tomonga? Xo'p, kitobning ta'siri bormi o'zgartirish uchun? Albatta. Hozir shuni to'xtalmoqchi bo'lgan narsam, kitobni qayeri ko'proq foydali deb savol berdingiz-ku. Bir inson shifokorga boribdi-da. Shifokorga dardi og'irroq ekan. Mana shu dorini mana shu dozada ertalab soat 8:00 da, obedda 13:00 da, kechqurun 20:00 da qabul qilasiz. Faqat o'sha birinchi kun chorak qismini, ikkinchi kuni yarimta, uchinchi kun bittadan debdi. Yana bitta odam kelibdi, dardi xuddi shunaqa ekan. Unga ham xuddi shu dorini beribdi. Va sizlar bir oydan keyin qaytib kelasizlar, qaytadan sizlardan qon tahlillarini olamiz va shunga ko'ra agar aytganimni qilsalaring, mana shu sabab shifo topib ketishlaring ehtimoli katta, chunki bu noyob dori, shuni topilmaydigan dori debdi. Ikkalasi ham ketibdi. Birinchi odam haligimda qarab birinchi kun chorakda qila olmay yarimta ichibdi. Keyin soatga qarasa 8:30 ekan. Obedda soat 13:00 da ichadigani u 15:00 ga borib ichibdi. Kechqurun ichadigani izidan chiqib qolibdi. Ya bo'ldi, esimni ertaga qo'shib ichib olaman deb, ya'ni u narsani uncha muhim qabul qilmasdan ichyapman-ku lekin deb o'zini aldab yuribdi. Va bir oy o'tibdi. Ikkinchi odam shu shifokor aytgandek hammasini to'liq qabul qilibdi va ikkalasi ham kelib qon tahlillarini topshirsa, haligi to'liq amal qilib, soatma-soat, daqiqama-daqiqa, grammigacha amal qilib ichgani 100% shifo topgan shu sabab. Birinchi odamda esa aksincha kasal umuman tuzalmagan, yomonlashgan. Buni nimaga aytyapman? Bu kitob domla, kitobning ichidagi mavzular xuddi shunaqa. Boshlanishida chorakdan boshlaysiz, keyin yarimta, u mavzular kuchayib ketaveradi. Keyin bitta va aniq hamma tomoni, birorta so'zi ortiqcha emas, hamma tomoni, demak bu kitob o'sha shifoga sabab bo'ladigan kitob. Chunki ichida bu 692 bet, o'sha o'qib chiqqanimda, ichidagi mavzular eng nozik, biz odatda e'tibordan chetda qoldiradigan mavzular ham ichida bor. Eng nozik. Masalan, erkak qaysarlik qilsa nima qilish kerak? Ayol qaysarlik qilsa nima qilish kerak? Ayol kishini ota-onasi bilan munosabati qanday bo'lish kerak? Eri borasidagi fikrlarda. Erkak kishini o'zini ota-onasi bilan ayoli o'rtasidagi munosabatlari, farzand tarbiyasi,
qo'ni qo'shnilar, hattoki orasida o'sha ajrimga boradigan bo'lsa nima qilish kerak? Shu mavzulargacha yoritilgan. Ajrimga er zolim bo'lsa nima qilish kerak? Yoki ayolni tili uzun bo'lsa, hammasi yozilgan. O'sha kuni ham gaplashdik-ku. O'qib boshlagan inson birinchi bu deydi faqat ayollar haqida yozilgan ekan-ku deydi-da, mavzuni orqasida endi muallifni so'kaman deb turgan paytda erkaklarga ham rosa ta'zirini bergan joyi bor. Ayol erkak, ayol erkak, ayol erkak bitta yozib chiqqan. Ayolni va erkakni fitratigacha, qanaqa yaratilganigacha, bu o'zi qanaqa yaratiliq, hammasini demak tahlil, ilmiy yondashuv, tajriba va xulosalaridan kelib chiqib juda go'zal va qisqa qilib yozgan. Zo'r. Qaysi mavzuni olmang, domla, masalan, mana erkak ayoldek emas. Ya'ni keyingi so'zsangiz ayol erkakdek emas, masalan, shu ayolning o'ziga xosligi. Mana shu joyda kuzatuvchilarga bitta narsani bevosita misol tariqasida aytib o'tmoqchiman. Muallif kitobda aytayapti, agar mabodo ayol eriga qaysidir muammoni gapiradigan bo'lsa, u eridan nima kutadi? Va er o'sha muammoni eshitgan paytda o'zini qanday tutadi? Ya'ni bu yerda erkak kishi va ayol kishini fitratidagi, tabiatidagi, hissiyotlardagi farqlilikni tushuntiradi-da. Ayol kishi muammoni aytgan paytda muammoni yechishligini kutmaydi deydi-da. Mani muammoimni hal qilib bering, mana shu narsani to'g'rilab bering degan ma'noda emas. Shunchaki mana eshiting. Shunday. Menga bir taskin bering, menga so'z bilan bo'lsa ham yupatib qo'ying degan ma'noda eriga odatda shikoyatlar qiladi, muammolarning dardini aytadi. Lekin erkak kishi unaqa emas. Erkak kishi oxirigacha mana shu o'zini ichidagi muammosini gapirmaydi. O'zi hal qilishlikka harakat qiladi. Eng so'nggi chora sifatidagina ayoliga nimadir muammosini aytishlik. Ya'ni bu erkaklarning ham ayollarning yaratilishdagi farqlar. Va bu bittagina biz misol hozir aytib o'tdik. Bunaqangi misollar to'lib yotibdi-da. Erkak va ayolning o'rtasidagi o'sha farqlarda. Biz qachon janjallarimiz, nizolarimiz kam bo'ladi deyilsa, mana shu tushuna olsak, shunday. Tushuna olsak va qabul qila olsak, erkak kishi nima istayapti va ayol kishi nima istayapti. Yana nima deb nasihat qilgan bo'lardingiz? Hozir masalan, bu narsani faqat oila qurmaganlar o'qishlik kerakmi? Yo kattalarga ham tavsiya qilasizmi? Xo'p, buni oila qurish arafasidagilar ham, oila qurganlar ham va hattoki oila qurganiga 20-30 yil bo'lganlar ham o'qish kerak. Foydali bo'ladimi? Shunaqa qoni foyda, domla. Chunki men o'zim bir ikki kishiga berdim-da, maylimi o'ttirsam. Qalinligini ko'rib unday qildi. Keyin men orqasini ochdimda, yoshi kattaroq odamga keling dedim. Men sizga taalluqli joylarini ochib ko'rsatdim. Masalan, siz mana shu mundarijani o'qib chiqing bilasiz dedim. Mundarijanimda o'qiyapti-da. Bu deydi, menga atab yozilgan kitob ekan-ku deyapti. Ya'ni hamma uchun istagan mavzungiz bor. Masalan, muhabbat va sevgini yangilab turish naqadar yaxshi. 20-30 yil bo'lgan turmush qurganiga hayotida shu uylanishdan avval yoki uylangandan keyin 1-2 marta aytgan bo'lishi mumkin, seni yaxshi ko'raman deb, bo'ldi, boshqa aytmagan. Lekin mana shu mavzuni ichida uni yangilash qanaqa bo'lishi, qanaqa yangilash hammasini batafsil tushuntirgan. Yoki bo'lmasa o'sha ayollarni va erkaklarni nozik nuqtalari. Ayol kishining 6 turdagi ayol kishi yoki erkak kishining turlari qanaqa bo'lishi, yoki bo'lmasa bizda shunaqa narsa ko'rinib qolgan, ayollarga oddiy uy bekasi deb qaraymiz. Bu Hasan Shamsiy Posho aytayaptiki, sen ayolingga oddiy uy bekasi deb qarama, senga savol. Ovqatni kim qiladi? Kirdi kim yuvadi? Bolalaringga kim qaraydi? Kim dars qildiradi bolalaringga? Ertalab seni kim turg'izadi? Kiyimlaringni kim yuvib tozalab beradi? Ayolim desa, savol, sen ko'proq oilaga jon kuydiryapsanmi, ayoling ko'proq jon kuydiryaptimi? Biz uy bekasi deganda bir
ishlamaydigan inson nazarda tutamiz. Yalqov dankasa uyda yotib uxlaydigan, qo'lidan bir ish kelmaydigan mana shunaqa narsani tushunamizda, lekin aslida unaqa emas. Va menga yana bitta mavzu, juda yoqqan mavzusi bor edi. Ayollarga aytayaptiki, bitta mavzu bor mana. Eringizni qalbini egallashni istaysizmi? Mana bugun juda ham men hatto yaqinda video ham qo'ydik. Erkaklarning aksariyati odatda dardini aytmaydi-da ayoli haqida, lekin biroz eshitsangiz, ajrim bo'layotgan, shu 70 ming ajrim yaqinlashganda so'rasangiz, xotinim deydi, ko'nglimni olishni bilmaydi deydi. Yoki ayollarning aksariyati noliydi, nima deb noliydi domla? Ayolim, yo'q. Erim boshqasi bilan yurib ketyapti. Erim boshqasi bilan gaplashyapti. Ijtimoiy tarmoqda boshqalar bilan yozishyapti. Juda ham ko'p. Nimaga deb tagini surishtirib, erkakni ham chaqirib gaplashsangiz, men o'zimiz gaplashib ko'rgan holatlarimiz ham bo'lgan, yaqin o'rtoqlarimiz orasida. Gaplashsangiz aytadiki, xotinim deydi, xodaga o'xshaydi deydi. Nima dedim? Xoda, so'zma-so'z aytdi. Xodaga o'xshaydi. Xoda degani daraxtni randalab tekis qilib qo'ygani. Bu qanaqa aloqasi bor xotiningizga dedim. Uyga kelsam deydi, umuman meni kutib olishni bilmaydi. Yo'q sasib, sochlari to'zg'ib, uyqusirab yoki bu charchab eshik ochadi. Lekin ko'chaga chiqib ketayotganda shunday chiroyli bo'lib chiqib ketadi deydi. Ko'chadagi odamlarga shunaqa go'zal muomala qiladi, men shu meni xotinimmikan deb o'ylab qolaman deydi. Keyin aytaman onasi, menga ham mana shunaqa muomala qil. Hech bo'lsa yarimcha qilgin desam, yana janjal boshlanadi deydi. Ya ertalab ishga ketayotganimda ham, yaxshi boring deb eshikni o'pib qo'yadi deydi. Yoki men ish qilyapman deb qo'yadi, bo'ldi deydi. Ayoliga aytsangiz, men buni xizmat qilaman. Yo'q, noto'g'ri. Hasan Shamsiy Podsho aytayapti, sen uchun kun davomidagi ishingning eng afzal va eng muhimi eringni ko'nglidan joy olish. Uni qanday go'zal kutib olib, qanday go'zal ishga jo'natish. Uyga shoshadigan erkakdan ham baxtli inson yo'qda dunyoda. Ayoli uchun, farzandlari uchun ishdan chiqib uyiga tezroq borishga shoshadigan va aksincha uyiga borishni xohlamaydigan, ko'chada ko'proq yurishni istaydigan erkak qanday ham baxtsiz erkak. Chunki uyida uni baxtli qiladigan hech narsa topa olmagani uchun ko'chaga chiqadi. Tanqidiy zo'r. Qo'shilaman. Ba'zi opa-singillarimizda mana shu kamchilik. Men ayollarga tegishli joylar aytdim. Men endi ikkinchi tomonni aytay sizga. Erkaklarga. Xo'p, erkaklarga nima nasihat beryapti shu o'rinda? Uyga qaytayotgan paytingizda ogohlantirib qo'ying, deyapti-da. Ayolingiz sizni sizga yoqmaydigan holatda kutib olmasligi uchun onasi, men yarim soatda yetib boraman, 1 soatda yetib boraman. Ayniqsa safardan kelayotgan paytingizda albatta ogohlantirib qo'ying, u o'ziga qarashga ulgursin deyilibdi-da. Kichik hadyalar oling deb. Umuman aytmoqchi bo'lganim, haqiqatan ba'zi erkaklarimizda ogohlantirishsiz, to'g'ridan to'g'ri eshikni taqillatib uyga kirib borish. Ba'zan ertaroq, ba'zan kechroq ushalib qoladi. Ya'ni mana shu nasihatga ham amal qiladigan bo'lsa, ya'ni borishdan oldin ogohlantirib qo'ying, o'zingiz qarab qo'ysin. Balkim siz aytayotgan, ya'ni hech qachon qarz bir qo'ldan chiqmaydi-da. Albatta. Ikkala tomonga bu qanchalik erkaklarga va ayollarga birdek zarur bo'lgan narsa. Hozir erkaklarimiz ana domla to'g'ri aytayapti, meni xotinim xuddi shunday kutib oladi deb turib nolimasligi uchun shunday. Kitob aynan shunday yozilgan. Ikki kishiga, ikkala tomonga barobar nasihat qilib ketadi. Juda ham zo'r tavsiya qilaman va yana bitta iltimosim bor. Hammadan iltimosim bor. Bizni bor masalan kuch g'ayratimiz, e'tiborimiz O'zbekistondagi o'sha ajrashishlarni sonini kamaytirish. Siz ham bu narsaga siz ham bu narsaga bevosita hissa qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu kitobni sotib oling. Instagram, qayerda stories qo'yish imkoniyati bo'lsa, mana shu kitobni hamma reklama qilsa, hamma targ'ib qiladigan bo'lsa, men o'ylayman har bitta xonadonda bor bo'lsa, biz birgalashib ko'pchilik bo'lib turib ajrashishlarning oldini olishimiz, sonini kamaytirishimiz mumkin bo'ladi. Men o'sha kuni taqdimotda ham aytdim domla, gaplaringizga qo'shilaman. Juda go'zal tandem bo'lganda, qarang mana ayollarga ham alohida o'qib chiqqan odam va erkaklar ayollar mavzusini o'qisa borku, voh deydi. Maza qiladi. Maza qiladi. Keyingi varaqda ochsa, ayollarga shunaqa go'zal tarzda qanaqa erkaklarga haligi shapaloq urgan joyi bordir, ayolga qanaqa munosabatda bo'lish haqida. Buni o'sha kun taqdimotda aytdimki, bu oilaviy kodeks bo'lish kerak hammamizga.
Hammani uyida turib mana shu oilaviy kodeks bo'lishi kerak. Yana bitta go'zal mavzu borda. Bugun nimagadir hammamiz agressivmiz. Bu agressivlikni ildizi oilada. Chunki er xotin bir-biriga shirin so'z aytmay qo'ydi. Shirin so'z bilan to'g'ri gapning farqi bor domla. Men mana shu kitobni o'qib, avvalam endi bilardiku, kitobni o'qib yanada anglab fikrimni mustahkamladim. Ko'pchilik to'g'ri gapni shirin so'z deb bilar ekan. Ya'ni to'g'ri oddiy gapni shirin so'z deb bilar ekan. Hurmatli tomoshabinlar, bizni kuzatib turgan vatandoshlar, bu ikkisi umuman boshqa narsa. Shirin so'z o'z nomi bilan shirin, eshitgan insonni xursand qiladigan. Siz asal yaladingiz yoki bir shirinlik yedingiz, kayfiyatingiz qanaqa ko'tariladi? Miyaga qanaqa serotonin, dopamin chiqsa, shirin so'zdan xuddi shunaqa dopamin chiqadi insonni nimasida. Erkaklarimizni aksariyati ayoliga shirin so'z aytmay qo'ygan. Shunchaki to'g'ri gaplashadi xolos. Ha, onasi yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bolalar yaxshimi? Men ishdan keldi, ha. Uyda nima kamchilik? Bu to'g'ri gaplashish. Bu yerda hech qanaqa shirin so'z yo'q. Bu odatiy to'g'ri gaplashish. Yoki uyda o'tiribdi ayoli. Ikkalasi suhbatlashib o'tiribdi. Yoki televizor ko'rib o'tiribdi. Farqi yo'q, nima ish qilsa ham. Yoki taom pishirib keldi ayoli. Taom deb bo'lgandan keyin, ha, rahmat, baraka top. Bu to'g'ri so'z, to'g'ri gap. Lekin bu shirin so'z emas. Shirin so'z qanaqa bo'ladi? Dopamin va serotonin ishlab chiqaradigan so'zlar. Masalan, ishdan boryapti, onajonisi, yaxshimisan? Kecha Ikrom Sharif domlani nimasida bor ekan? Nima degan? Aniqini o'qib beraman. Kecha shuni nima qildim? Sen mening xotirjamligimsan deb turing degan. Telefon qildingiz yoki ishdan boryapsiz. Telegramda shundoq ham bekerak odamlarga ham nimalardir yozasiz-da. Ishda o'tiribsiz. Onasi tinchmisizlar deb yozishdi o'rniga, onajonisi, yaxshimisan? Negadir seni sog'inyapman. Ishda o'tiribam. G'alati eshtiladi. Birinchi boshiga ayol ham hayron qoladi. Dadasi kasal-pasal emasmisiz deb javob yozadi-da. Nima ayb qo'ydingiz? Yana nima qildingiz deb yoza olish mumkin. Yoki bo'lmasa, ishda seni sog'indim, tezroq borishga harakat qilyapman, lekin hali ish vaqtim tugamadi-da. Uyga nima kerak? Senga nima qo'shib olay? Magazinga shundoq ham kirasiz-ku, bitta shokoladni qo'shib olish shunchalik qiyinmi? 15 ming, 20 ming turadi. Misol shunda, mana bu bozorlik oyisi bu senga. Misol uchun. Shirin so'zni shunchalik bir-birimizdan qizg'anamizki, domla, xuddi hayotimizda istiqomatimizda asal, shakar degan mahsulotlar yo'qda, faqatgina qalampir, murch, tuz degan narsalar bordek go'yo. Shirin so'zsiz oila, Hasan Shamsi Posho aytibdi. Shirin so'zsiz oila qanaqa oila desa, taomiga ortiqcha tuz solgan va doim sho'r ovqat tanovul qiladigan insonlar, oilalar. Yoki ovqat yeb bo'ldingiz-a, onajonisi baraka top, qo'llaring dard ko'rmasin. Rosa men yaxshi ko'radigan taomni ma'lomiga yetkazib shirin tayyorlabsan. Har ovqatingni yeganimda senga bo'lgan muhabbatim yanada oshyapti. Bittasiga shunaqa desam, aytdim, kitobni berdimda sal shirin so'z gaplashinglar bir-birlaring bilan. Ajrashib ketish arafasida hali ham yuribdi. Desam, nima, men artistmanmi deyapti. Nima deganing u artistman degan. O'zimda o'rtog'im. Nima deganing u artistmanmi? U serial kinolarda bo'ladi, jonim, asalim degan gap. Aytdim, men shu ayol senga chidaganiga rahmat dedi. Ayollar ham xuddi shunaqa. Ya'ni ikkita tomonni balansini olaylik. Ayollar ham erga rahmat jonim yoki dadasi yoki begim. Yaxshi ham borsiz. Yaxshi ham borsiz. Biz uchun shuncha harakat qilyapsiz. Ko'cha, hurmatli ayollar, ishoning ko'cha juda ham shafqatsiz va jang maydoni. Uni orasidan tirik chiqib kelayotgan eringizga rahmat deng. Rahmat sizga, biz uchun shuncha halol mehnat qilib, qiynalib, qiyinchiliklar bilan
peshona teringiz bilan bizni yediraman, ichiraman, kiydiraman, boshpana qilaman deb yugurib yuribsiz. Ishoning, mana erkaklarda aksariyatiga bor-ku. Juda ko'p erkaklar, biznesmenlarni katta biznesmenlardan suhbatlashgan, so'raganimizda aytganda, menga degan bitta mashinani o'zi yetadi degan. Shu uy qilib ham yashayman shuni degan. Mana shuncha qurayotgan uylarim, qilayotgan narsalarimda hammasi degan ayolim va farzandlarim uchun degan. Ota-onam uchun, ayolim, farzandlarim uchun degan. Va ayollar ham ayol kishini qorni mana shuncha nonga ham to'yadi. U shuncha taomni masalan eriga mana uni olib keling, mana uni olib keling deyotgan bo'lsa, bitta o'zim yeyman deb aytmaydi. Shu erkak bilan shu zormandani bolalari uchun qiladi. Shuni zurriyodi va shuni uchun qiladi-da odatda ayollar. Va mana shu narsani Hasson Shamsiy poshi juda chiroyli qilib tushuntirib qo'ygan. Ayniqsa o'sha shirin so'z degan mavzusi bor-da. O'qib maza qilganman. Zo'r. Biz kuzatamiz, boshida ayollar, kelinlar masalan yangi turmush qurgan paytda hamma joyda gidi-kapalak bo'lib, yugurib, yelib, haligi xizmatlarni qilib, hammani ko'ngliga qarab kitobda aytilyapti, vaqt o'tgan sari o'sha boshidagi ishtiyoqlar sekin-sekin so'nib boraveradi. Buni sababi deb aytayapti. Kelinni qilayotgan mehnatlari, shuncha harakatlari, g'amxo'rligi, masalan, oilasi uchun, ota-onasi uchun qilinayotgan narsalarning qadrlanmaganligidan o'z vaqtida masalan, xotinjon baraka top, yaxshi ham borsan degan bir yaxshi siz aytgan shirin so'zlar bo'lmagandan keyin ayollarda o'sha ishtiyoq so'nib boraveradi. Va boshida men aytaman-da, har qanaqangi yigit bilan qizlar masalan oila qurishdan oldin juda haligi hissiyotga berilgan bo'ladi-da. Emotsiyalar, romantikalar, sevgi haqida, muhabbat haqida masalan suhbatlashishlar. Endi to'g'ri-noto'g'ri biz nima qilmaymiz, lekin real hayotda shunaqa. To'ydan oldin hammasi zo'r. Oila qurgandan keyin boshlanadi hamma narsa. To'g'ri, endi biz kutuvlar noto'g'ri bo'lganligi uchun ham deb aytamiz, lekin mana shu mehnatlar, harakatlar, fidokorliklar qadrlanmagandan keyin va ayol eriga to'g'ri muomala qilishni bilmagandan keyin sov boraver ekanda hamma narsa. Yana o'sha nasihat, yana aytamiz, kitobni har ikkala tomon o'qiydigan bo'lsa, erkaklar ham, ayollar ham yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Ijtimoiy tarmoqda bir 80-90 ga borib qolgan er-xotin. Otaxon to'shakda yotib qolgan, ayol qoshiq bilan eriga ovqat yediryapti-da. Keyin nevarasimi, qizimi kimdir kelib qoldi, sevasizmi deyapti-da. O'lsin sevgi deyapti-da haligi onaxon. O'lsin sevgi. Endi men ayol xotini bo'lganligim uchun men majburman shu xizmatlarni qilishlikka degan mazmunda. Lekin bu kitobni o'qigan odamlarda 80, 90, 100 yoshga chiqsa ham xudo xolasa men ishonaman, amal qilinsa o'sha yoshda ham sevgi, muhabbat, mehr, oqibat juda ham zo'r saqlanib qolish ehtimoli yuqori. Albatta. Haligi boyagi yuqoridagi aytgan gapingiz to'ydan avvalgi romantik holatlar nega to'ydan keyin davom etmaydi? Aslida to'ydan keyin kuchayish kerak u. Sababi er-xotin bittasi masalan olaylik, er ayolini yaxshi ko'radi. Ayol ham yaxshi ko'radi. Ammo oiladagi asosiy tuyg'u bilan ta'minlovchi erkak bo'lib qolsa, ayol uni suiiste'mol qilishni boshlaydi. Yoki aksincha. Asosiy g'amxo'r va muhabbatni ishlab chiqaruvchisi ayol bo'lib qolsa, erkak uni suiiste'mol qilib aniq qiladi. Chunki biz shunaqa yaratilganmiz-da, insoniyat. Suiiste'mol qilishni boshlaydi va xotinim shundoq ham meni sevadi deb keyin o'tlashni boshlaydi. U mensiz yasha olmaydi deydi. Yoki aksincha ayol erim deydi, mensiz yasha olmaydi, istaganimni qildiraman deydi. Va eng yomon narsa, bu narsani demak adolatli taqsimot bo'lmaganida. Ya'ni muhabbatni erkak ham ayol ham bir-biriga adolatli taqsimlash kerak. Oshirib ham yubormaslik kerak, kamaytirib ham yubormaslik kerak. Va bir kishiga bog'liq emas bu narsa. Faqat erkakka bog'liq tuyg'ular borasida. Faqat erkakka bog'liq deydigan bo'lsak, unda bu oila uzoqqa bormaydi. Qanaqa uzoqqa bormaydi? Ana erkak oxiri yo o'lib qutuladi, yoki bezib azbaroy shu nima deydi, o'zini fido qilganidan kasalmand bo'lib, surunkali kasalga chalinib yotib qoladi.
Ayolda ham yoki o'sha kasallik orttirib oladi, o'lib ketadi, u erta boshdan yoki yotib qoladi. Chunki doimiy ravishda siz u energiya, munosabatlar, tuyg'ular bular energiya. Energiyangizni eriga, ya'ni ayol kishi nuqtai nazaridan beraversa-da, u energiyani joyi to'lmasa. Bitta zo'r nima misol bir paytlar eshitdim-da. Tuyg'ularingiz deydi, zamonaviy bir olim aytayapti. Tuyg'ularingiz yer qaridagi neft konlariga o'xshaydi. Neftni olgandan keyin o'sha neftchilar uni joyiga neft bilan teng miqdorda suv va tuproqni aralashtirib quyar ekan. Agar quymasa, neft olingan joy bor-ku, uzog'i 1 yoki 2 yildan keyin birdan yer yutib cho'kib ketar ekan. O'sha bo'shliq yer yutib cho'kib ketar ekan va bu juda ko'p katastrofa, halokatlarga olib keladi, deyapti. Siz ham kimdandir neftini, energiyasini, mehrini olyapsizmi? Albatta uni joyini to'ldiring. Agar to'ldirmasangiz, u bo'shliq yutib yuboradi sizni, deyapti. Juda ko'p insonlar o'sha sevganidan qarshi, sevgisidan nima deydi, qarshi tomondan shunga munosib aks sado eshitmaganligi uchun keyin anu sevgi birdan nafratga aylanib qoladi. Va buni Hasson Shamsiy Posho haligi mo'tadil munosabatlar mavzusi borda, bitta tuyg'ular. Bu narsada er va xotin baravar bir kishi bilan bo'lmaydi. Baravar harakat qilish kerak. Bu nimaga o'xshaydi desa, bitta ayolni o'zidan farzand dunyoga kelmaydi. Bitta erkakni o'zi ham farzand dunyoga keltira olmaydi. Ayol va erkak teng harakat qiladi, ana undan keyin farzand dunyoga keladi. Zo'r. Menga bitta mavzusi yoqdi. Juda ham yoqdi va bugungi kunda ba'zi qo'shnoq ichidagi psixologlarga to'g'ridan-to'g'ri raddiya sifatida kelibdi-da. Hozirgi zamonaviy qo'shnoq ichidagi psixologlar avval o'zingni sev deydi. Avval o'zingni sevasan, undan keyin o'zingdan boshqalarni. Bu yerda boshqacha tavsiyalar berilgan va men albatta opa-singillarimizga tavsiya qilgan bo'lardim shu joyni o'qib chiqishlikni. Va bevosita muallif o'zini ayoli haqida bir emas 3 ta mavzu haqida to'xtalib o'tgan. Ayolim 1, 2, 3 shunday. Juda 182 dan boshlanadi. Juda ham ta'sirlandim to'g'risi. Hasson Shamsiy Poshoni ayollarini masalan berayotgan nimasi fidokorligi. Va eng qizig'i fidokorlikni javobini siz bevosita eringizdan kutmang degan joylar ham bor-da. Shunday. Siz eringiz uchun harakat qilib, eringizdan kutadigan bo'lsangiz, u eringiz sizga qaytarmasa, sog'lig'ingizda ham, hayotingizda ham ko'p muammolar paydo bo'ladi. Lekin bu narsani masalan erim uchun emas, o'zim uchun deb harakat qilinadigan bo'lsa, batafsil o'qib olinglar. Biz hozir bu mavzularga bevosita kirisha olmaymiz. Eng ko'p bugungi uchrayotgan muammolar, qarang, domla. Bir qiz bir oilaga kelin bo'lib tushdi. O'sha oilani ota-onasini ota-ona deb qabul qiladi. Oyijon, dadajon deb chaqiradi. Erini ota-onasini. Qarang. O'zini oilasidan voz kechib kelgan. Ya'ni voz kechib deganda to'g'ri ma'noda qabul qilmaylik. Ya'ni oilasini tashlab, ulg'ayib 18-20 yoshgacha yashagan oilasidan chiqib, mutlaqo tanimaydigan insonlarni masalan uyiga borib, o'sha oila bilan ko'nikib yashaydi-da. Lekin nimagadir o'zbek jamiyatida, balki butun dunyoda shunaqadir, bilmayman. Erkak kishi xotinni ota-onasini begona deb qabul qiladi. Qaynana qaynotani begona deb qabul qiladi. Bitta yosh yigit aytayapti. Men deydi, faxrlanib gapiryapti. Men hayotimda qaynotamni ostonasidan xatlab o'tmaganman. Biz bir marta kiramiz, tamom degan. Faqat qizini olib chiqib ketishga. Men ham o'tirman shu davra. Juda faxrlanib gapiryapti. U qaynota bilan qaynanani borib uyiga mehmon bo'lib o'tirib, ularning xizmatini qilgan ichkuyov bo'lib qoladi. Nima eshitib turibman. Erkak kishi deyapti. Qizini olib keldimi? Qizini ota-onasining uyiga qadamini ham qo'ymas kerak. Bitta borib ushoq ham yemas kerak. Mana to'yga chaqirsa ham bormayman, to'yxonadan borib qaytaman.
iftorlar qilsa umuman bormayman. Uyda nima bo'lsa ham bormayman. Shuning uchun qaynotam meni hurmat qiladi deyapti. Aytdim, uka necha yoshdasiz dedim. 30 ga kiraman. Ha, hali yosh bola ekansan dedim. Men qaynotamni uyiga xizmatga ham boraman, mehmon ham bo'laman. Ancha uzoqda yashaydi bizdan, ya'ni boshqa viloyatda yashaydi. Borganimda yotib ham qolaman uyiga. Lekin meni ham qaynotam hurmat qiladi. Va shunaqa odamlarni bilaman, qaynotasi bilan sherikchilikda ishlaydi. Uni uyiga borib, bemalol o'zini ota-onasidek qabul qilgan. Uni aka-uka opa-singillarini o'zini aka-uka opa-singlisidek qabul qilgan. Nega sen xotining seni ota-onangni ota-onadek ko'rish kerak-ku, seni uni ota-onasini ota-onadek ko'rmaysan? Nima uchun? Vaholanki qaynona senga abadiy mahram bo'ladi. Xotiningning onasi. Nimaga sen unga panjara ortida qarayapsan, panja ortida? Keyin sen xato o'ylayapsan ekan dedim. Qayerdan bilding seni hurmat qilishini dedim. Ha, menga botinib gapira olmaydi, umuman telefon qila olmaydi deyapti. Ha, yasha, ular seni yomon ko'radi dedim. Xohlamaydi sen bilan gaplashishni dedim. Chunki vaqtida rosa hurmatingni joyiga qo'ygan, telefon qilgan, chaqirgan, bormagansan, ey, bunaqa odam yo'q deb hisoblaydi sen. Endi qizimni erida deb qabul qilgan dedi. Qizi uchun tinch yashasa bo'ldi deb qabul qilgan dedi. Ishonmaysan, borib so'rab ko'r qaynotang. Borib so'rab ko'r dedi. Bu o'ta adolatsizlik. Shunaqa. Hattoki begona odam mehmonga chaqirsa, da'vat qilsa qabul qilinglar degan. U qanaqa qilib xotiningizning ota-onasi sizga qaynona, qaynota bo'lgan insonlarni nega panja ortida qaraysiz? Ha, yana faxrlanib qo'yadi. Biz ham uyimizda yig'in bo'lsa deyapti. U qaynotamni uncha-munchaga chaqirmayman, faqat to'y marakaga chaqiraman deyapti. Sen bizga ulug'larimiz, ustozlarimiz begonadan uylaninglar, qarindoshlaring ko'payadi, ular bilan birgalikda yana qavming kengayadi, jigarlaring ko'payadi degan nasihat qayoqda turibdi-yu, seni aytayotgan gaping qayoqda? Va eng yomoni domla, butun bizni vatandoshlarimizni aksariyat erkaklar mana shunaqa o'ylar ekan. Xuddi shu narsaga mana Hasan Shamsiy podsho 268-bet ayolingizning oilasi bilan qanday munosabatdasiz degan mavzusi bor. Mana shu yerda yozyapti. Siz deyapti ayolingizning oilasi, ota-onasi, aka-uka, opa-singillari bilan qanaqa munosabatdasiz? O'zi qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Endi batafsil mana shu kitobda olib o'qib olsalaringiz bo'ladi. Ya'ni jamiyatdagi aksariyat muammolar ham oilaviy munosabatlar sabab yechilib ketaverar ekanda, umumiy jamiyatdagi muammolar. Masalan, bugun bizning jamiyatimizda agressivlik yoki negativ kayfiyat ommatan o'zi butun yer yuzida keng tarqalyapti. O'sha olimlar 21-asr vabosi psixologik kasalliklar deganda, stress va depressiya. Mana shuni oldini oladigan narsa bu jamoaviylik. Individualizm bu haligi pop kultura deydi-ku, massiviy kulturachilarning targ'iboti va u o'z joniga qasd qilishga olib boradigan narsa. Individualizm. Ya'ni yakka shaxs bo'lib yashash bandasiga emas-da, yolg'izlik. Jamoaviy bo'lish uchun nima qilish kerak desa, Hasan Shamsiy podsho ham aytayapti. Sen uylangan ayolingni qarindoshlari endi senga ham qarindosh. Sen ular bilan aloqani mustahkamla deyapti. Bizni ota-bobolarimiz qadriyati ham o'zi shu edi. U qarang, azalda qaynotasi bilan, qaynog'alari bilan, yoki qaynukalari, qaynilari bilan kuyovlar o'zini haqiqiy ota-ona, aka-ukasi bilan munosabatda bo'lganday munosabatda bo'lgan. Ulug' insonlarning hayotini ham o'qib ko'rsangiz, o'sha men falonchi joydan uylanganman deb turib, o'sha joydagi insonlarga nisbatan yashang. Yaxshi munosabatda bo'lishga. Abdulloh Qodiriyning O'tgan kunlar romani. Otabek qaynotasini borganda qaynotasini uyida yashaydi. Marg'ilonga borganda. Qaynotasini uyida u bilan birgalikda o'sha kumush bilan o'sha yerda to'yi bo'ladi. Shu yerda yashab, shu yerda qaynotasi bilan maslahatdosh bo'ladi. Iqtidor bilan. Qarang, ikkalasi maslahatdosh bo'lib birgalikda hatto dorni tagigacha boradi. Shunda mana u meni yo'ldan urdi deb qaynotasini sotmagan Otabek.
iqtidor bilan shunaqa qadrdon bo'lgan ular. Bu narsa demak avvalgi zamonlarda ham juda yaxshi munosabatda bo'lgan va bu kuyov bilan qaynana qaynotani o'rtasidagi nima qo'yilgan bitgani bitta emas. Mana shu kuyov bilan qaynana qaynotaning o'rtasiga ham odatda kuyovni ota-onasi to'sib qo'yadi ko'pincha. Xotin qulimisan, nima uchun xotiningni ota-onasining uyiga boraverasan? Ich kuyovmisan? O'zi bir yilda 2 marta, 3 marta chaqiradi xolos. Siz har kuni borib yota olmaysiz-ku. Ich kuyovmisan? Nima? Borib bir marta yotish ich kuyovlik bo'lib qoladimi? Bu qaysi qadriyatga, qaysi mezonga ko'ra aytilyapti bu narsa? Agar u insonni, sizni o'zingizni johilona mezoningizga ko'rsa, buni jamiyat qabul qilmaydi. Jamiyatning o'zini qabul qilgan qadriyatlari bor. Bu qadriyatlarga ko'ra o'g'lingizni, xotinini ota-onasi, keliningiz sizga qanday bo'lsa, o'g'lingizga xuddi shunaqa. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Va bundagi munosabatni yaxshiligini ko'rib, ichkuyov, xotin quli demaslik kerak. Yoki ozgina qaynana qaynota kuyoviga qaysidir ma'noda bir muammosiga yordamlashsa, yondashsa, bu birdaniga tamom ota-onadan voz kechib qaynana qaynotani bolasi bo'lib ketdi degani emas. Qarang, hattoki arablarda ham shu muammo bor ekanda. Hasson Shamsiy podshoh alohida mavzu kiritilganda, ayolingizni qarindoshlari bilan qanday munosabat qilasiz? Bularni hammasiga yechim bo'ladi. Kitob o'qisalaringiz bo'ladi. Bunga bitta xulosa qilsa bo'ladi hozirgi mavzuyingizga. Ya'ni inson o'zi to'g'ri deb bilgan narsa har doim yaxshi bo'lavermas ekanda. O'zi uchun bu narsa to'g'ri bo'lishligi mumkin, haqiqatan bo'lavermaydi. Bu haqiqatan emas va yaxshi ham emas. U yaxshi bo'lishligi uchun, masalan, aytganingizdek, qayerdadir mezon bo'lishi kerak, qayerdadir yozilgan, kimdir nasihat qilgan, kimdir bunga buyurgan bo'lsa, biz bu narsani, mana shu narsani biz yaxshi va to'g'ri deb, haqiqat deb aytishligimiz mumkin bo'ladi. Ustoz, suhbatimiz cho'zilib ketmasligi uchun yana keyingi efirlarga olib qolamiz, xudo xolasa. Xulosa. Xo'p, xulosa. Butun dunyoda oilalar inqirozga qarab ketyapti ostonda. Butun dunyoda. Mana so'nggi o'qigan ma'lumotlarim tobutlar mamlakati yoki oilasiz jamiyatlar deb ataladigan shunaqa terminlarni ham eshitadigan zamonga kelar ekanmizda. Oilasiz jamiyat degan. Finlandiya, Germaniya, Yaponiya, Yevropaning yana bir ikkita davlatlari, Fransiya ham bor, eng oldingi qatorda. Oilasiz jamiyatlar. Oilasiz jamiyatlar. Oila qurmaganligi uchun? Yo'q, oila qurishga ishtiyoq asbaroy kamayib ketgan. Ular oila qurishlikni, erga tegish va uylanishlikni musibat deb qabul qilyapti. Farzand ko'rishlikni musibat deb qabul qilyapti. Undan ko'ra ishlayman, yeyman, ichaman, kayfimni qilaman, bo'ldi, o'lib ketaman deyapti. Qadriyatsiz oila bu qadriyat. Qadriyatlarning ichidagi eng muqaddasi oila. O'sha kitoblarda keladi-ku, bitta oila buzilgandan ko'ra yer yuzi buzilib ketgani afzal deb. Xulosa, bu kitobni har bitta oilaga kirib borishi uchun, siz yuqorida aytgan tavsiyani men ham aytaman, har bitta oilaga kirib borish uchun ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan insonlar, bizni ko'rib turgan, ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib turgan insonlar albatta mana shu kitobdan bittagina o'zingizga yoqqan iqtibosli bo'lsa ham ijtimoiy tarmoqqa joylang va kitobni o'sha nomini ham, rasmini ham qo'shib qo'yingki, toki oilalarga yetib borsin, ajrimlar kamaysin. Har bitta haqiqiy ma'nodagi qudratli davlat, tom ma'noda. Bugun biz qudratli davlat degan davlatlarimiz bor-ku, domla. Bular faqat bir yoqlama qudratli, faqat iqtisodiy yoki harbiy. Lekin tom ma'noda qudratli davlat bo'ladigan o'sha Farobiyni Fozil odamlar shahri kitobida keladi, qudratli jamiyatlar, fozil shahar odamlari qanaqa bo'ladi degan joyda ular ana shunda Farobiy hazratlari birinchi bo'lib oilani mustahkamligini aytgan. Oilalar mustahkam bo'lsa, oilalar qudratli bo'lsa, u qudratli oilalardan tashkil topgan jamiyat ham, davlat ham qudratli bo'ladi. Shunda istagan inson istagan payti u jamiyatga istagan g'oyasini kirgizib, kashasini, atalasini chiqarib tashlamaydi, bo'tqa qilib tashlay olmaydi.
Chunki u yerda mustahkam oilalar bo'ladi. Va so'zimni so'ngida aytamanki, agar oilasi tinch bo'lmasa, agar oilasida baxt bo'lmasa, agar oilasida xotirjamlik bo'lmasa, bu inson xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, xoh ota, xoh ona, xoh farzand bo'lsin, bu inson o'ziga ham yordam bera olmaydi, jamiyatga ham yordam bera olmaydi, jamiyatda o'z o'rnini topa olmaydi. Rahmat ustoz. Mani xulosam. Agar siz 80 yosh, 90 yoshga kirganda ham xotin o'zaro mehr, muhabbatli, sevgi ustiga qurilgan oilada yashashni istasangiz, hatto 90 yoshda ham bu kitob aynan siz uchun. Men juda ham tavsiya qilgan bo'lardim, oila qurmaganlar bu kitobni o'qimasdan oila qurmay turinglar. Ozgina vaqt. Ba'zi odamlarning mana shu 700 betli kitobni to'liq o'qib chiqishligiga 3 kun yetadi. Tezroq o'qisa. Men o'zim 3 kunda va men tavsiya qilgan bo'lardim, albatta bu kitob haligi bitta o'qib javonga qo'yib qo'yiladigan va navbatdagi kitob o'qiladigan emas. Ya'ni har doim sizning ish stolingizda, ya'ni ko'zingizga yaqin xon taxtida ovqatlanadigan joyda doim ozgina o'tirib, suhbatlashib, munozara qilib yaxshi foydasi bo'ladi xudo xolasa. 100 yoshda ham sevgi, muhabbat bilan yashash mumkin. Hammaga salomatlik tilab qolamiz. Salomat bo'linglar. Sizga yoqqan joylarni ham kommentariyada yozib qo'ygan bo'lsangiz, kitobni o'qigan joylaringizni, iqtiboslarni bundan xursand bo'lamiz. Xo'p, bitta qo'shimcha qilib ketay. Mana shu YouTube ga chiqqandan keyin ko'rsatuvni izohlarida domlamiz aytgandek, mana shu kitobning orasidan agar olgan bo'lsangiz, eng yaxshi joylariga izoh qoldiring. Kelasi ko'rsatuvgacha biz u izohlarning orasidan eng yaxshilarini tanlab olamiz va men shaxsan o'zim ular bilan Falaq nashri orqali aloqaga chiqib bog'lanib, domla biz ikkalamiz shu insonga bir eng yaxshi ko'p layk yiqqan va eng yaxshi izohga sovg'a bersak. Zo'r. Ma'qulmi domla? Juda ham ma'qul. Demak, izohlarda mana shu kitobdan eng yaxshi joyini, o'zingizga yoqqan joyini yozasiz va eng ko'p layk yiqqan izohlarda, YouTube'da ham bor shunaqa layk qo'yadigan joy izohga. Eng ko'p yoqdi degan belgini yiqqan izoh muallifi bilan ustozimiz Shavkat Hasan domla bilan birgalikda men o'zim ham shaxsan hadya ulashamiz, xudo xolasa. Salomat bo'lasizlar. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha.